Esingizdami? Oldingi bayramlardan tortib oddiy kunlar ham qiziq o'tardi. Negadir hammasi g'alati. Hamma o'zining dardi, hasrati bilan yuradi. Ba'zilarning tashvishi uy, ba'zilarning tashvishi oila boqish, ba'zilarning tashvishi yaqinlar bo'lib qoldi. Oldingi vaqtlarga qaraydigan bo'lsak, oldingidek yig'inlar yo'q. Tandirdan uzilgan issiq nonlarni yeyish tugul, ularni hidlash ham nasib qilmayapti. Ha, aytgancha, esingizdami? Hayotimizdagi yaxshi, eng zo'r va yaqinlarimiz oldimizda bo'lgan kunlarni qandaydir oddiy kun sifatida ko'rar edik. Hozir o'sha kunlarda yig'iladigan insonlarni loqin 10 tasini yig'a olmaymiz. Nega? Buni hammasiga o'zimiz aybdormiz. Vaqtida qadrlamagan odamlarimiz-chi? Ularni rozi qilish tugul, o'zlarini izlasak-da topa olmaydigan kunlarga keldik. Lekin ular bizga nima yomonlik qilishgandi? Nahotki shunchalar o'zgargan bo'lsak?